Aleyküm, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 17 mart biz bodomlar qiyg'os gullagan, chilgo'raklar ham gullagan. Biz 14 mart kuni arilarimizga mumchalpak qo'ydik. Mumchalpakni ular ishlab bo'lishi kerak. O'zi 2 kunda ishlab bo'ladi. 3-kuni arilar yoppa ularga tuxum qo'ygan bo'lishi kerak. Hozir shuni sizlarga ko'rsatamiz va sizlarda mumchalpak ishlaydi yo'qmi degan savollaringga nima javob topamiz. Mana oilamiz yaxshi ishlayapti. Mumchalpak buni bu yoqqa olib qo'yaylikchi. Mana ovqati. Mana do'stlar, mumchalpakni ishlab bo'lay debdi bu arimiz. Demak, bunga ishlayapti ekan, bunga mumchalpak qo'ymaymiz. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, bugun 3-sotkasi ishlab bo'lay deb qoladi. Bugun ishlab bo'ladi buni. Bu oilamiz endi ikkinchi oilani ko'ramiz. Hozir sizlar bilan ishlab bo'lmagan bo'lsa, bunga ishlab bo'lib, unga urib qo'ygan bo'lsa, mumchalpak qo'yiladi. Shuning uchun buni bekitib qo'yamiz. Arilar yaxshi. Mumchalpak ishlayapti. Sirop berganimiz yo'q hali. Kechalari havo harorati past bo'lgani uchun sirop berganimiz yo'q. Endi 2 kundan keyin havo harorati bizda kechalari 10 gradus bo'lar ekan. Unda pastki teshigini ochib, sirop berishni boshlaymiz. Mana ikkinchi oilani ochyapmiz. Mana sizlar bilan mana arilarimiz. Endi hozir mo'lchal ovqati yetarli deyishyapti. Ovqatini bir chekkaga sal surib turamiz. Endi o'sha 14-kuni bergan mumparlarimizni ko'ramiz. Mumparda degani vashina degani rus tilida. Ba'zilar adashtiradi ham. Yosh arichilar mumparda nima ekan deb bir so'radi. Hop, mehmon qilyapti. Mana do'stlar, hozir sizlarga ko'rsataman. Yaxshi ishlabdi bu. Mana do'stlar, yaqin kelib olib keling kamerani. Mana bu ichida mana bir kunlik urug'lar bor. Urug'larni qo'yibdi. Ona ari, ana. Urug'lari bor. Bu tomoni ham bu tomonda, bu tomoniga ham qo'yibdi mana bu yerlarda. Tuxumlari bor mana. Endi bu romkani arilar ishlayib turgan uchun bu romkani bitta o'tkazib mana bu yerga qo'yib qo'yamiz.
tuxumlar uchun issiq harorat kerak. Mana endi buni turgan joyga ikkinchi mashinani qo'yamiz. Mana ikkinchi mashinani qo'ydik. Bergan ovqatimizni yoniga qo'yamiz. Mana nimalar. Endi mana bu bizga yon taxta chiqmaydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta romkada nima bo'lyapti? 8 romkada shunday qilib bekitib, mana endi bu oilani 6 kun 5 kun 6 kun ko'rmay qo'yamiz. Mana ovqati bor. Oilani mana oilani bekitib qo'yamiz. Narilar ovqat olib kelyapti. Endi o'sha 14-kunini ko'rgan oilalarimizdan bittasiga mana sizlarga ko'rsatib mum parda bergan edi. Shuni ham ko'rib qo'yamiz. Bu qanday mum parda ishladi ekan. Mum pardani agar kerak bo'lsa, bunga ham mum parda beramiz. Kerak bo'lmasa bermaymiz. Hozir ochamiz. Mana do'stlar, bunisi juda yaxshi ekan. Mana bu yon taxtani yonidagi romni qo'yib turamiz. Narilar yaxshi. Ustilariga ham mum ishlab olibdi. Biz yon taxtani suzitamiz. Mana bu ikkinchi rom mumchal paketli. Hozir ko'ramiz. Bu juda yaxshi. Bu yoppa ishlab qo'yibdi. Nimalarini yaqinroq olib keling. Hozir men ko'ray. Ha, mana bularga mana tuxum qo'yibdi. Onari ko'ryapsizmi? Neydi bak. Tuxum qo'yibdi. Bu yog'ini ko'ryapsiz. Bu yog'ini ham to'liq ishlagan. Şaşmakçı mı ko'raychi meni aytdi. Bir tomoniga qo'yibdi tuxumni. Endi buni ichkariga olamiz. Bu romni.
ichkariga bitta oldik. Mumparda turgan romni o'rniga yana mumpardali rom beramiz. Mana ovqatni ustiga qo'yamiz. Endi bu yontaqqa ya'ni to'sqichni tushirib qo'yamiz. Endi biz mana bu ovqatli romimiz siqmay qolar ekan. Siqmay qolgancha arisini silkib tushiramiz. Vaqtinchalik bu ovqatli romga qo'yaveramiz. Mana do'stlar, ikkinchi mashinani ham berdik bugun. Ayrimlarimiz yaxshi. Juda ham judayam 8 ta rom bo'ldi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, 17-martda ikkinchi mumparlar romni berdik. Shunday qilib arilarimiz, demak, ovqat yetarli bo'lsa, tabiatdan kelishi ham bo'lsa, gulchan kelishi juda yaxshi bo'lsa, mumpardalarni ishlayveradi. Xuddi shunday qilib biz mumpardalarni berib arimizni uyalarni ichini to'ldirib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.